Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Hyundai Tucson mashinasi bo'ladi. Sirazi informatsiyasini aytaman. Mashinamiz 2012-yil ishlab chiqarilgan, probegi 222 ming kilometr bosib o'tgan, motorning holati zo'r, korobkasining holati zo'r, hadoviy 95% zo'r. Mashinamizda eng full komplektatsiyada, ya'ni panorama tomlarigacha bor. Mashinamizda propanam uстановка qilib qo'yilgan, narxi ham budjetli. Bunaqa mashinalarning internetdagi narxi 13 ming 14 ming AQSh dollari. Bizanikining narxi 9999 dollar, ya'ni 10 ming AQSh dollari. Endi mashinani bitib ko'ramiz. Oppo juda ham chiroyli. Oldi faralarini ham ko'rsangiz bo'ladi, gezarib ketmagan. Xo'p, balonlarning holati zo'r, saka disklarda turibdi mashinamizda. Aytib o'tganimdek, eng full komplektatsiyasi, ya'ni panorama tomlarigacha bor. Sizlar bilan hozir bitta orqa rakursini ko'ramiz va interyerda отдельно to'xtalamiz. Такой симпатичный, скромный, juda ham chiroyli bo'lgan optikali, bagajlari juda ham katta. Propani tegiga zapaskani o'rniga o'rnatilgan, ya'ni bagajda bemalol joyi bor akalar. Endi sizlar bilan bitta interyerga o'tamiz. Mashinamizning saloni kojinli salon va ustiga nakitga qoplab qo'yilgan, avtomat korobka, Android mikrofon qo'yib qo'yilgan, konditsionerlari ishlab turibdi, klimat kontrollari ishlab turibdi, multifunksiyonalniy ruli, kruiz kontrollari, stiklopodъемniklar, детский rejimlar, bakovalarni boshqaradigan rejimlar va полный приводni o'chirib yoqadigan rejimlargacha bor. Mashinamizning hattoki ikkita kaliti ham bor va mejigar pultli ham o'rnatib qo'yilgan. Okalar, bunaqa narxga Hyundai Tucson xudo xolisa hech qayerda yo'q. Narxi atiga 9999 dollar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hyundai Tucson.